O'zgidromet ertaga 27-may kuniga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechasi tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18 gradus, kunduzi 23-20 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 gradus, kunduzi 25-30 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 26-31 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 gradus, kunduzi 22-27 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 gradus, kunduzi 27-32 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 23-28 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog' va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 gradus, kunduzi 13-18 gradus iliq bo'ladi.